Assalomu alaykum. Hozir Android nashri ondan yuqori bo'lgan telefonlarga Uyg'urcha xat nusxasini tushunib so'zlab o'taman. Oldin bilan telefonimizga bu appni tushiramiz. Zifont 3 deganni. Buni tushirib qashlagandan keyin undan keyin bizning Uyg'urcha xat nusxalari yani UKG, L-Katib qaysini tushirsak bo'ldi, qaysini o'zimizning yoqtirishga qarta tushirsak bo'ldi. Men oldin tushirib olgandim. Mana bu UKG'nikini tushirib oldim men. Bunu tushirib tayyorlab oldim. Endi bu appni ochman. Bu appni ochib mana bu lokal degandan bu appga shu bayon biz tushirib olgan xat nusxasini qo'shamiz. Bu ham qo'shsak bo'ldi mana. Bunu qo'shib qo'ygan bayon. Mana UKG ekran degani shu. Mana eng ustiga chiqdi birinchisi shu. Endi bunga bunu bassak bo'ldi. Endi mana basamiz. Bundan keyin bu telefoningizdan keyin Android nashrini tanlaydi. Men shu avtomatik tanlab ishlatyapman. Buni tanlasam bo'ldi. Bo'ldi. Endi qashlashni boshlaymiz telefonga. Qadam bosqichlari shu ekranda ko'rsatilgan mana. Shu qadam bosqichlarni hammasini bosib o'tamiz bir-birlab. Oldidan birinchisini bosma. Birinchisini bosib qachlaymiz. Okay. Men bayam qashlab qo'yganligim uchun siz biroqni yuvatishingiz kerak deb tushunardim. Mana. Tamam, yulib bo'ldi hozir. Endi qaytadan qashlaymiz. Endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Birinchisini qashlab bo'ldik. Ikkinchi qadamda bunga asli bu yerda chiqadi. Mana. Biz buni bunga o'tkazamiz. Oldu. Endi 3-qadamga o'tkazamiz. 3-qadamda yana bu Samsung hisobotiga kirishingiz kerak deydi. Men kirib bo'lgan, mana siz kirib bo'ldingiz deydi. Endi 4-qadamda 4ni bosamiz. Evet, doğru olmabdimi? Bularning hammasini taqib etamiz. Telefonimizning torunun ko'p ketmasligi, vaqtni uzak ketmasligi uchun. Faqat bu tang shaklini qo'yib qo'yamiz, boshqasini taqib etamiz. Mana zapaslash bosdim. Zapaslab bo'ldi. Endi 5-qadam keldik. Buni o'chiramiz, yana biz bayam qashlaganni. Mana o'chirib bo'ldi. Endi ostidan birinchi qadam keldik. Bunu qashlaymiz. Qachilib bo'ldi. Endi ikkinchi qadam keldik. Buni bo'yaga o'tkazamiz, bu asli holatga o'tkazamiz yana. O'tkazib bo'libdi. Endi 3-qadam keldik. Endi bayonga qaytib kiramiz. Bu vaqtning tejalishi uchun boshqalarni o'tib turmayman. Faqat tanshakni ham qaytarsak bo'ldi. Mana o'zgarib bo'ldi. 60% ochgandan keyin ham xat nusxasi o'zgarib bo'ldi. Mana keyincha deb qoldirib o'tdik. Mana. Diqqat qilgan bo'lsanglar mana xat nusxasi o'zgarib bo'ldi. Mana. Bu yerga tezlikni baqilay. Assalomu
alaykum. Ana. Şundan bu kağıt nüshası